Assalomu alaykum, hurmatli podpischilarimiz, musofir degan aka opa singillarimiz. Bugungi videorolikimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidagi Egadan Matiz bo'ladi do'stlar. Mashina bir qator obzor etib o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, balon holatlari ideal holatda turibdi. Arkasi ham eldan do'stlar. Salon qismini ham hozir bir qator ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, mashina sostaniyasi ideal holatda. Salon qismini ko'rsatamiz. Salon qismini do'stlar, nima deydi bu salonni? Ko'rib turganingizdek, chiroyli etib mehr berilgan mashina. Linoleum, polik, chexol hammasi ishlangan. Mashina salonini do'stlar ajoyib etib, chiroyli etib mehr berganlar. Ko'rib turganingizdek, xo'sh, yilini keladigan bo'lsak do'stlar, yili 2009, yurgani 287 ming yurib turibdi. Xo'sh, narxına keladigan bo'lsak, narxi 28 million so'm. Bundan ham qaytib beramiz dedi. Agar kimga qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, Matiz olaman deb niyat etib yurgan og'alarimiz bo'ladigan bo'lsa, joylarimiz bo'ladigan bo'lsa, ekranda telefon nomeri qoldiramiz. Bog'lansangizlar 28 million so'mdan ham chiroyli kelishib beradilar do'stlar. Adresga keladigan bo'lsak, adresimiz Merening Mechit Bobiyan tarafdan kelish, 4 kundan kelaverish bo'ladi. Bu tarafdan Urganch biridan kelish bo'ladi do'stlar. Ketkazgan vaqtlaringiz rozi bo'lasizlar. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Ekranda telefon nomeri qoldiramiz. Kimga qiziqarli bo'lsa, bog'lansangizlar, chiroyli narxlarga kelishib beradilar.